Mega shokoladni yumshoqqina sinabon tayyorlaymiz. Iliq sutga droji, shakar, un qo'shib aralashtirib 20 minutga olib qo'yamiz. Keyin ustidan tuxum, shakar qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Vanilin, tuz, yog' qo'shib, un bilan kakaoni sekin-astalik bilan qo'shib yumshoq xamir qoramiz. Va oxirida xamir qo'lga yopishmasligi uchun 2 osh qoshiq yog' qo'shib yumshoq xamir tayyorlab olamiz va ustini plyonka bilan yopib 1-1,5 soat issiq joyga olib qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqqandan so'ng uni yoyib olamiz. Xona haroratidagi sariyog'ni surib olamiz. Ustidan shakar va koritsa sepib, rulet shaklida o'rab olamiz va o'tkir pichoq bilan bir xil razmerda sinabonlarni kesib chiqamiz. Yarim soatga ustini yopib qo'yamiz, keyin esa duxovkada pishirib olamiz. Bu arada korzinka kodan dastavkalarim yetib keldi. Noyabrning oxirigacha kuz 20 promokodi bilan 400 mingdan oshgan xaridingizga 20 ming so'm chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Samarqand, Andijon va Farg'ona shaharlariga esa dastavka narxi bor yo'g'i 10 so'm. Oktyabrning oxirigacha mana bu promokodlardan foydalansangiz bo'ladi. Sinabonlarimiz pishib chiqdi. Ustidan ganashimizni surib olsangiz bo'ladi. Siz ham shu usulda tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali va yumshoq bo'lib chiqadi. Retsept yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.